Assalomu alaykum barchaga. Bugun siz bilan birga fizik xossalari turlicha bo'lgan kimyoviy moddalar bilan tanishamiz hamda suv etil spirtining zichlligini areometr yordamida aniqlashni o'rganamiz. Bilamizki, har bir modda o'ziga xos fizik xossalarga ega. Masalan, rang, hid, agregat holat, zichlik, qaynash harorati, eruvchanlik. Bugun esa biz siz bilan birga aynan zichlik xossasini aniqlashni o'rganamiz. Areometr suyuqlik zichligini o'lchaydigan asbob. Uning ishlash prinsipi Arximed qonuniga asoslangan. Arximed qonuniga ko'ra, suyuqlikka botirilgan jism siqib chiqargan suyuqlik og'irligiga teng ko'taruvchi kuch ta'sirida bo'ladi. Ya'ni zichligi katta bo'lgan suyuqlikda areometr kamroq botadi, zichligi kichik bo'lgan suyuqlikda areometr ko'proq botadi. Laboratoriya mashg'ulotimiz uchun zarur jihoz va reaktivlarimiz quyidagilar. Areometr silindri, termometr, etil spirti va distillangan suv. Demak, laboratoriya mashg'ulotimizni boshlaymiz. Dastlab distillangan suvni areometr silindriga quyib olamiz. So'ngra termometr yordamida suyuqlik haroratini aniqlaymiz. Chunki har bir areometr ma'lum haroratda o'ziga xos aniqlikka ega. So'ngra areometrni ehtiyotkorlik bilan silindr ichiga tushiramiz. Ahamiyat berishimiz kerak, areometr idish devoriga tegmasdan turishi lozim. Ko'rishimiz mumkin, suvning zichligi taxminan 0.975 gram taqsim santimetr kub qiymatga ega bo'ldi. Endi esa etil spirtining zichligini xuddi shu usulda aniqlaymiz. Areometr silindriga etil spirtni solib oldik. Endi esa termometr yordamida uning haroratini aniqlaymiz. So'ngra areometrni silindrga ehtiyotkorlik bilan tushiramiz. Ko'rishimiz mumkin, etil spirtning zichligi taxminan 0.936 gram taqsim santimetr kub qiymatga ega bo'ldi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, etil spirtning zichligi suvnikiga nisbatan kichik ekanligiga ishonch hosil qildik. Suyuqliklarning zichligini aniqlashni yana qanday usullardan xabardorsiz? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.